Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, biz muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Akalar, bugun Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida dehqon akamizdan qo'y baqsirlarini bir boshdan ko'rsatib beramiz. Inshaalloh bugun kuniga juma hammamizga barakatli bo'lsin. Bugunga 3 ta qo'rada qo'y bor. Sobirjon tog'amizdan. Assalomu alaykum Sobir tog'a. Jamsiz? Ha, rahmat. Alaykum assalom. Obunachilarimizga qo'y baqsirlarini o'zingiz bir boshdan tushuntirib o'tasiz. Nechtadan boshlagansiz? Nechtaga chiqardingiz? Shularni bir boshdan aytib o'tasiz o'zingiz. Tasodifan keldilaring. Endi men o'tgan yili mol boqardim. Mana shu yerda bitta qo'ram bo'lardi molimda. 42,5 million daromad qildim fermerimizda ishlab. Nima qilishni bilmay 12 ta qo'y oldim. O'zimiz mana oddiy mana jaydar qo'ylardan. 12 ta qo'ydan boshlagansiz? 12 ta ina bola edi hammasi. Hammasi ina bola. Hammasi ina bola edi. Mana shu qo'ylardi mana. Endi mana bitta qo'yni kecha bitta qo'chqar bularni bolalari bordi o'tgan yilgi. Bu ular hammasini o'zingiz ko'paytirgansiz-a? Bolalar. O'zimiz mashida mana bu bor endi bu yilgi bolalar. Mana bular bu yilgi bolalari. 2026. 2026 endi hozir beyda nechta Sobir tog'a beyda? Beyda 8 ta. 8 ta. Bolalar bilan 16 ta. 16 ta bo'ldi-da endi. O'tgan yili 16 ta. 16 ta. Bu beyda o'tgan yilgi bolalari, mana bu qo'zilar. Bular o'tgan yilgi bolalar-ya? O'tgan yilgi bolalari bular mana. Mashi bu qo'ylar inasi? Ha, mashilarning bolalari bular. Mashilar bolalari, obunachilar. Mana qo'chqarlarni sotib endi mena mana qani uni qirg'iz qo'y deyapti, Qashqadaryo. O'zi asli bular Qashqadaryoning qo'ylari bo'lish kerak. Nimaki mana jaydarimi endi qanaqa bo'lsa ham endi boshlanishi qani Xudodan so'rab nima qilib turibmiz. Mana 3 ta sariqdi, mana 1, 2, 3, ana 4-tinchisi o chekkada 4 ta qo'chqarim bor edi. Ular o'tgan yilgi bolalari, mana sovluqlarni edi tut mana 1, 2 hop, 2 ta sovlug'idan sotib mana qo'ydi olganman. Mana bu yerda isori deyishgan, mana bu ina bola. Bunimi? Yo'q. Bu isori qo'ylar ikkalasi ham bo'g'oz mana qo'chqarni qo'shganmiz. Bu qo'shilgan-a? Ha, qani zot chiqarmikin degan maqsadda. Endi mana shu qo'zilar ham asli mash qo'chqarni qo'shdim. Endi hozir monolar ham bo'g'oz hammasi. Bular hammasi bo'g'oz-a? 11 oy bo'ldi. Endi Xudo nasib qilsa, Xudo xolos mana bu yerda 9 ta bo'g'oz qo'yimiz bor. Endi tug'sa bu ham 18 ta bo'ladi-da. Hada men mamdaqa bu 3 kun bo'ldi bunga mana bu 3 kunlik 3 kun bo'ldi. Bu ham 3 kunlik qo'zi gapga ham tushunadi. Mana gaplash kerak tayvonni baqaka. Bilmasam baqaka. Baqachichi ke orqamdan. Baqaka. Ke akangni ol. Endi bular ke bapasan chiq. Mana idagan qo'tlar mana bular asosan ozgina akshahdan qo'shib mana Makkani pishirib beraman. Necha mahal edi buni? 2 mahal. Yengilda endi undan ana silos beramiz. Silosga somonni maydalab grablikadan chiqarib beramiz. Hop, 2 mahal-da bu endi. 1 mahal juvar edi. 1 mahal juvar edi, 2 mahal yem edi. 2 mahal ertalab o'sha soatni qo'yib 7 da beramiz. Necha kilodan edi bu qo'ylar? Endi men kilosini nima qilmayman, ko'p bera olmayman-da, mening imkoniyatim yo'q ko'p berganim. Mo'ljalda bir hop 300 grammdan. Hammasi 300 grammdan tushadi. 600 gram edi-da. Endi asosan mana silosimiz ham yaxshi kepasib beraman. O'shani hisobiga ham mana bolalari men tavsiya qilaman-da bu boshlanishiga qimmat qo'y. Mayli, qimmat qo'y qimmat bo'ladi-yu, lekin daromadga o'zimizni jaydari qo'ylari, masalan, Qashqadaryo. Obunachilarimizga tavsiya berasizmi shunaqa qo'y ko'paytirib boqishda? Albatta. Tavsiya qilaman. 12 tadan boshlaganman deyapsiz-a? 12 tadan boshlayman. Bilmayman, hozir bir 30 tadan o'tdim ya. 30 tadan o'tdim. Mana shu uchala qorada 30 tadan ko'p qo'ydim. Mana fevralda 20si kelsa, rosa 1 yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi fevralda 20sida. Hop, nechadan boshlasa bo'ladi obunachilarimiz? Endi qiziq. Endi buni eng kami nechtadan boshlasa bo'ladi? 2 tadan boshlasa bo'ladi. Asosan bu 10 tami, 5 tami imkoniga qarab olib sabr qilish kerak-da, sabr. Bo'g'oz sog'liq tavsiya berasizmi, qo'chqarmi obunachilarimizga? Endi men tavsiyam shuki, qo'chqarni kim eplaydi? Hop,
Qo'chqarni eplasa, qo'chqar ham yaxshi. Ha. Men asosan sovliq tavsiya qilaman. Sovliq qo'yga bitta zoddor aytib ko'rsatdi, o'sha qo'chqarni olib qo'yilsa, keyin 8 oyda bir bola olsa bo'ladi-da, sovliq qo'ydan. Normal. 8 oyda bitta bola olsa bo'ladi. Nimagaki, bolasi 3 oylik bo'lsa, oldimga niyat qilib turibman. Martda xudo xolasa men yana kengaytiradigan joyim bor. Qo'zilarni ajrataman-da. Bu yangi qo'zilarni ajraladi. Bular 3 oylik bo'ladi. Shunda hozir bular bugun rasa oldiga 30 kunlik bo'ldi. Oldi 1 oylik bo'pti. Yo'q, o'tdi. 35 kun ham bo'ldi. Mana mashindan bilaman, mashinga mana necha kilo bir hafta bo'lgan yo'q-da. Ona suv chekkada turibdi. Shu endi tavsiyamiz. Hop, sizdan endi ma'lumot so'rashlarim mumkin. O'shanga telefon bilan aytib qo'ysangiz, telefon yaxshi bo'lardi. Telefon tutmayman, tasam Telefon tutmaysizmi? Sizlarga murojaat qilaveramiz. Bizga murojaat qilaveradi. Tushuntiramiz, lekin Ma'lumot kerak bo'lsa. qo'y baqish kerak. Bo'ldi. Obunachilar bittadan like podpiskani bosib tursalaring. Endi Bundan buni yaxshi maqtab, videolar nima qilib sotuvga boshqaga emas. Men Xudodan so'rab turibman, hozirga qo'rani menga kengaytiraman-da, mana bu yana joyim bor. Ha. Joyni kengaytirib Qo'yni ko'paytiramiz. Ha, bir sovliqlar bular endi sovliq tug'matdi. Qo'chqar tug'di asosan. 5 tasi qo'chqar, 3 ta sovliq tug'di. Endi mana ulardan kutib turibmiz. Qo'yingchi endi bayda qo'ydi bir imkon darajasida ko'paytiramiz. 50 bosh, 60 bosh qilib olsam, daromadda 50 dora har 8 oyda degandi maqsad. Masalan 3 oy, 3 oydan keyin qo'ydi qo'shsangiz eti bo'lsa, yem yeb tursa, darrov qochadi yana qo'y. 5 oyda tug'adi. Demoqchimanki 3 yilda 2 yilda 3 marta bola olsa bo'ladi bitta qo'ydan. Bo'ldi. Obunachilar qo'ylarimiz sotilmaydi. Tomosha uchun men o'rgatdik bugunga. Like podpiskani bosib obuna bo'lib turaversalar, qo'ylarda o'sha sotilar degani ham chiqadi, qo'y boqislarni ham o'rgatamiz. Xudo xolasa bittadan podpiskani bosib turaverasizlar. Bugungi videomiz tamom. Sog' salomat bo'ling.